شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ama ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 273 oyatiga keldik. Alloh subhanahu va taolo oyatda shunda deydi: "Estaizu billah للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم." Aldı bilen ayetini kıstığını tercüme kılsak, Allah yolu da Allah yolu sebeplik yani. Allah yolu sebeplik çeklengen. Zeminde bir iş kılıştın, uya bir beriştin, bir ticaret kılıştın, yani üzünün hayat keçirişi üçün ma'lum kesip kılıştın, çeklengen, kılanmaydıgan manda kişiler ilgili tilg'i ilingan ayetdeki yaxşılık yollarına sarf kılıngan iqtisod va imkoniyatlardan o'zining ehtiyojiga qarab foydalansa bo'ladi. Bu xil kishilarni bilmaydigan kishilar ularning boshqalardan bir narsa so'mig'iga qarab bularni boy deb o'ylab qoladi. Amaliyotda bularning belgilaridan to'g'an taqdirqidan bularning ahvolini bilib olasizlar. Bular kishilardan zo'lab so'maydi bir narsa. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sizlar sarf qilgan har qanday bir yaxshiliklarni Alloh subhanahu va taolo buni biladi. Hamda oyatning 5i lil fuqara degan so'zlarning oldiga keladigan bir oldi qo'shimchalar boshlandi. Arab tili o'qiganlar buning ma'nosini tushunadi. Ya'ni Uyg'urchaga tarjima qilgan vaqtimizda lil fuqara deganning ma'nosi kambag'allar uchun, namratlar uchun, namratlar irisi bo'ladi, namratlar osi bo'ladi, yoki namratlarga berilsa bo'ladi degandek ma'nodan ifodalaydigan qo'shimcha lil fuqara tikillam. Ya'ni shu oyatda tilg'ilingan bir turli kishilarningki bir narsaga erishsa bo'ladiganligini, shularga bir narsa bersa bo'ladiganligini tilg'ilayotdi. Alloh nima beradi? Biz ilgirki bir necha oyatdan tortib kishi o'zining ehtiyojidan oshgan iqtisod, mol-mulklarini boshqalar bilan o'rtoqlashish, yaxshi yo'llarga, xayriyat yo'llariga sarf qilish haqida kelayotgan bo'lgancha bu oyatdagi bu mazmunmi? Masalan, kambag'allar uchun, kambag'allarga ba'si bo'ladi, kambag'allar osi bo'ladi degan bu mazmunning munosabati shu ilgirki mazmunlarga boradi. Ya'ni mazmunni xulosalagan vaqtimizda shu yaxshi yo'llarga sarf qilinadigan iqtisodlar, shu chiqimlar maturlik kishilarga ba'si bo'ladi buni. Maturlik kishilar buningga erishsa bo'ladi degan ma'no chiqadi. Bu turli kishilar kimlar? Oyatga qaytadan qaraymiz qarindoshlar. Lil fuqara'illazina uhsiru fi sabilillah. Alloh yo'lida chekilinib to'xtab qolgan kishilar. Mishada cheklangan ma'lum sizlarga tuzdan tarjima qilyapman, buning izohatini hozir deyman. Cheklanin ziminda
bir iş qilishdan can baqish uchun, hayot kechirish uchun, masalan, tijorat yoki ma'lum bir kasb bilan shug'ullanishdan to'silib qolganlar. Endi to'silib qilish bir qancha doirani o'z ichiga oldi qarindoshlar. Birisi kishi bir ish qilish imkoniyatidan mahrum. Masalan, egri kasal bir ish qilolmaydi. Kasb qilay deb kasb qilolmaydi, tijorat qilay deb tijorat qilolmaydi, boshqaga safar qilay deb safar qilolmaydi. Ya'ni o'zida imkoniyat yo'q. Bu bir tur. Ikkinchisi boshqalar tarafidan ma'lum bir muhosiraga ilinish va yoki ma'lum bir qiyinchilikqa ilinish sababidan u yoq bu yoqqa bir ish qilishi cheklangan. Bugungi kunimizdagi xuddi bizning millatimizning ahvoli mushunga biroz tushdi. Yani mesela vatandakilarning masalasi mushu masalaga o'xshaydi. Yani düşmanlar, dinsiz kuffarlar ularni emgak qilishdan, turmush uchun kasb qilishdan, zaminda oya bu yerga berib tijorat qilishdan cheklab qo'yaqliq. Muomalanga ayon. Ondan boshqa, masalan, bugungi kunimizdagi navbatdagi atrofimizdagi masalan pasporti yo'q va yoki kimligi yo'q va yoki ishlash ruxsati degandek imkoniyatlarga ega bo'lganligi tufaylidan, ya'ni o'zining oilasiga yetgudek, o'zining xarajatiga yetgudek iqtisod topolmaydigan. Ishlasimi shu yerim bahoga yoki eng tuvan bahoga, ya'ni o'zining turmushiga bir oylik yetmaydigan darajada ishlaydigan manda kishilarning hammasi mush oyatning tahtiga kiradi. Bu ikkinchi xil turi. Üçüncü xil turi Bayat birinci xil turini üzdeki acizlik tüpeyledin, keseller, başka afetler tüpeyledin, iş kılanmaydı da. İkincisini başka düşmanlar tarafıdın veya ki başka sebepler başka tüpeyledin, iş kılış, işleş imkaniyetinden mahrum kalan. Üçüncüden, bir nokta intayin mühim nokta, dinle Müslümanların öz cemiyetinin hizmetine kılış için. Mesela cihad, ve öz cemiyetiga xizmat qilmasa, jamiyati shu noktada xizmatsiz qoladigan bir ahvol va diniy ishlar, mushu ishlarga o'zini atgan kishilar bor. Din boshda bir turli fidoilarga muhtoj. Islom mana mushu turdagi fidoilarga muhtoj, unda maosh oladigan emas. Bugungi kunda ham ishlar maosh ishib ketdi emasmi? Maaş işligen adamlarının köpüncüsü de bir xil normal maaşını aldım, günü 8 saat işlemeydiğen pidakran ruh yuqab gidiyor. Ama İslam cemiyeti, Müslümanlar cemiyeti şunda bir türlü kişilerge ihtiyaçlık ki üzüne bu iş katıgan. Bu cihadqa, bu din yolu, bu milletinin yoludaki köreşke atıgan keçi kündüz demeyi. Maaş degan narsani kalısqa ekep muqamay, özünü muşu sahaga atıgan bir bilik kishilarga ehtiyojlar. Bu kishilar men jamba qildim, yunar kasb qildim, tijorat qildim, xizmat qildim deb shunda o'zining shaxsiy kishilik hayotiga yuzlansa, ma umumning xizmatidan qilib qilishi aniqlan bir masala. Bularning qalbidagi bu xil din uchun, musulmonlar uchun, o'z millati uchun kurash qilish ruhi bularni boshqa kasb qilishdan to'sib qo'ygan. Boshqa ish qilishdan to'sib qo'ygan. Bu xildagi kishilarmi deydi. Bu xildagi kishilarmi mushu xil imkoniyatlardan foydalansa bo'ladi. Allah yo'lida sarf qilinadigan yaxshiliklar bu xilda kishilarga berilsa bo'ladi. Buning o'rnaklari Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrida ahli suffa deydigan bir kishilar bo'ladigan. Bu ahli suffa kishilari boshqa ish qilmaydi. Ya'ni mushu ishi uchun o'zini maxsus ajratgan kishilar. Bularning o'ltirib qo'yadigan yeri masjidning qarshidagi suffa deydigan bir yer. Qachon umumning ishi chiqsa, shu aman hozir umumning ish uchun mangadi, umumning ish uchun keladi, umumning ish uchun o'tiradi. Demak, o'zini mushu ishga atgan. Bugungi kunimizdagidek muoshlik, oylik muoshlik emas. Men bu ishdan boshqa ishni qilmayman deb turganlar. Sahobalarning ichidagi qo'l elikida bor masalan, beg'ova sahobalar
Şeyh bilen xurmini kelib masjidning törekleriga esib qo'yapti. Ma ahli sufa o'zida mushishqa hozirlagan kishilar ehtiyojli qolgan vaqtda kelib, ehtiyojni qanday darajada yeb xurmidan ketadi. Anlekin şu vaqtda ba'zi kishilar nachar xurmini esib qo'ygan ahliga vaqtda biz ilgili darsda o'qigan, sizlar o'zingni olmaydigan, ko'z yumib olmasanglar olmaydigan nachar narsani sadaqat qilmanglar degan oyat shu vaqtda tushgan. Bu mush voqealikning bir munosabati. Demak, mushu xildagi kishilar deydi. Deb bo'lib oyatning oxirida bir nuqta bor qarindoshlar. La yastati'una darban fil ard. Yani bu ishni qo'yib bu yoqqa ketilmaydi qoladi. Darban fil ard. Darba degan arab tilida asli bunun qomusdagi so'z ma'nosini izlasanglar urush degan ma'noda-ku. Darban fil ard degani hayotda zaminda urush qilishga aloqali. Adati normalda arab tilining ifodasida bir odamningki tijorat uchun bir yerga borganni, kasb qilish uchun bir yerga mang'inni darba, ya'ni urush deb ifodalaydi. Qo'ldan urush emas, urib tepish emas, faqat bunda kuch chiqarib ishliginni darb mana şekilde ifodalaydi. Çünkü mesela yezigilik desek, bir adam yezigilik bilen dehqonchilik bilan shug'ullanib, shuningdan o'zining jannatga boqmoqchi bo'lsa, yani kuchab bir ishlaydi va boshqa sohadan kuchab xuddi birisi bilan urushgandek, o'g'andek bir xil ifoda bor. Şu arab tilida shu jon beqish uchun ko'rsatgan har qanday tirishchilikni darban fil ard. Masalan, zaminda u yerga borgan, bu shahardan bu shaharga tijorat uchun borgan hammasini darba fil ard deydi. Mushkil shaklda aytilib bir xil urg'uluq, kuchli bir ifoda bilan qo'llangan bu yerda. Ya'ni deganimiz yuqorqi kishilar mayli o'zidagi bir ojizlik, bir imkoniyatsizlik tufaylidan qiynalib qoladigan kishilar yoki boshqalar tarafidan cheklanib bir ish qilmaydigan kishilar va o'zini mushu millat, din, islomga atab, buni pidoi shaklda xizmat qilib, o'zining butun hayotini bag'ishlagan kishilar deb bo'lib, buning oxirisiga bir oyat bilan nisbatlanki la yastati'una darban fil ard. Bular qana qilolmaydi, o'zining kasb qilish uchun, o'zining jannatni beqish uchun, tijorat qilish uchun ishlar tufaylidan ketilmaydi. Yani bular bu o'zining shaxsiy hayotining kuyida yuyishdan mahrum qolgan odam. Yani qilolmaydi bular. Ya o'zidagi ojizlik yoki o'zining bir mas'uliyat tuyg'usi tufaylidan man tashlab ma'ni qilolmaydigan odamlar deyapti. Ma'ni qilolmaydigan odamlar. Yani bu xil odamlar yuqoridagi ilgirki bir nechta darsimizda o'qigan, bir nechta oyatlar tilg'ilingan, yaxshilik yo'llariga sarf qilingan imkoniyatlardan, yaxshilik yo'llariga sarf qilingan pullardan bular osa bo'ladi bir ulush. Bular shu xil nima o'rin, ya'ni yaxshilik sarf qilingan o'rin mana shu xil shakldagi kishilar. Demak, buni oxirisi tugimidi. Bu odamlarning asli maqsadi jon beqish, qo'soq beqish bo'lmagan, bo'g'achqa. Asli bunun imkoniyati bo'lib qolsa qiladi. U ojizlik bo'lmay qolsa qiladi, boshqalar cheklamasa qiladi. Qalbida islomga ko'ygan, o'zining millatiga, diniga ko'ygan bir kuyak bo'lmasa, shuning uchun pidoi shaklda mushu xizmatni qilish o'ti bo'lmasa, bu odamlar qila oladi. Bu odamlarning vujudida boshqalardan so'rab, o'zining jinni beqish nimasi yo'q, ahvoli yo'q. Shunga bulninki tashqi siyoqqa qaragan odam yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Bunun ichki ahvolini o'qimagan odamlar bunun xalqdan bir narsa so'mig'inga, bunun iffatiga qarab, pokizlikka qarab, buni boy, bunda bir narsa bor, buni ehtiyojli emas deb o'ylab qoladi. Nimishqa buni bir narsa so'maydi bular. Ammo Alloh meyada bizga bir signal beryapti qarindoshlar. Mu'min sira bo'lish kerakki. Mu'min her ishni ko'zdan qochmaslik kerakki. Ta'rifuhum bisimahum. Savlani belgilaridan tanishing kerak ularni. Da ahvoli qarab bilishing kerak.
Adam 24 saatlik hayatını bu yo'lga atgan adam. Ailesi var. Nima ishi bu? Buni ahvoliga obdan diqqat nazar qilib qarab boqishing kerak. Mu'min zirak bo'lish kerak. Bunun eng cho'ng bir alohidligi la yas'aluna nasa ilhafa. La yas'aluna nasa ilhafa. Eng cho'ng belgisi shu. Ta'rifuhum bisimahum, onun belgisini tunisa eng cho'ng belgisi la yas'aluna nasa ilhafa. Yani boshqalardan taqarishib so'maydi. Ayet ikki nuqtada bir markaziy ideya o'rtaga chiqadi. Birisi bunun ahvolini bilmagan adam bularning boshqalardan so'lig'imda meni ta'affuf buni baydab o'ylab qoladi deydi. Bu bir ikkinchisi. Ikkinchi nuqtada sen bularni belgisi bilan tunisi deb bo'lib bular so'may. Demak, mushada so'rash degan bir uqum oyatda qana qilindi, rad qilindi. So'rash masalasi oyatda rad qilindi. Ya'ni isil odamlar boshqalardan bir narsa so'maydi. Boshqalar bularning ahvoliga qarab bu ahvolni tushunadi. Bir odamning umumiy ahvoli oyatdagi ilhafa degan qo'shimchaning qaydi, oyatning umumiy siyoqi, jumla qurilmasining ifodalashlari ilgirki va keyingi mazmunlarning bir-birisiga bo'lgan bog'lanishliklaridan qaragan vaqtida bir odamning amaliy ahvoli o odamning ehtiyojli ekanligini bildirgan sharoitda, ya'ni atrofdagilar uning ehtiyojlarini bilgan holatda bu odamning takror boshqalardan bir narsa so'rashi ilhof bo'ladi. Ya'ni taqarishib zo'lab so'g'an bo'ladi. Mushu nuqtalar oyatning qanday qilyapti, chiqyapti. Endi oyatdan biz buningdan boshqa bakroq kuchab oladigan bir tarafimiz bor. Bayat mazraf askartdi. Allah mu'minlarninki mas'uliyatchan, zirak, atrofidagi bo'layotgan ahvollarni, atrofidagi qarindoshlarining durum ahvollarini, sharoitlarini davomli ko'zdan chiqarmaydigan bo'lishni oyatda bizning qanday qilyapti talab qiladi. Davomida xitob shaklida ta'rifuhum bisimahum, sen tunishing kerak, buni bilishing kerak. Onu boshqalardan qiynalib bir narsa so'raydigan holatga ekemasliging kerak. Sen bir mu'min bo'lishing bilan agar imkoniyating bo'lsa, atrofingdagi qarindoshlaring ko'zingdan chiqmasligi kerak. Bularning sharoitlarini har doim tanlab turishing kerak. Bular ehtiyojli bo'lib qoldimi, qiyin sharoitga tushib qoldimi, yordamga ehtiyojliqmi, buni hammani aniqlab turishing kerak. Neticede qarindoshlaring sening sal qarashing sababli boshqalarning oldida yüzünü qizartib, men qiynalib qoldim, menga yordam qiling deydigan yerga bormaslik kerak. Bu bir ibrat bu. Bizga nisbatan. Boshqa bir hikoyalar bor. Salaf solihlarning ichidan bir abid ishga chekilgan. Ishni ochib bir narsa so'rab kelgan birisi shunga bir narsa berib qaytib kirgan. Kirgan vaqtda yig'lab qaytib kirganda ayoli so'g'anki, nima bo'ldi? Paloni kelibdi, bir narsa berdim. Shuni yig'lamsan dedi. Kelibdi bir narsa berdim, yig'lag'dak nima ish bo'ldi? Shu vaqtda deyki, men shuni mendan bir narsa so'rab ish oldimga kelguchi bo'lgan holatgacha majbur qilib qo'ydim. Yani onun ahvalini aniqlab bilinmay qoldim deb, ma'nonga hasratlanib yig'ilgan bir qisqacha bir voqelik bu bayoni. Bu nima desanglar, mu'minning ustidagi mas'uliyatning naqadar doirasi kengligini. Mu'min o'zining mu'minlik parasti bilan shu nuqtalarning hammani tunib yetishiningki zarurligini bizga qana qiladi, ifodalab beradi. Cuma namazımı bekar yol qo'yilmagan qarindoshlar. Haftada bir kun shu bir rayon, bir shahardagi bütün odam bir yerga yig'ilib bir masjidda juma qo'ydi. Kimning ahvoli nachar, kimning ahvoli yaxshi, kim kasal, kim sog', kim qanday musibatlarga uchradi, hammani musulmonlar o'zaro ko'rsin, bilsin, aniqlasin,
Tamam, başka namazga çıkmagan adammı cuma namazga çıkıdı. Çıkanmagan ahval aslında çokum iniqlab surishdik. Ne ketdi falani? Cuma namazga kelish kerak. Yiroq mesela adatdagi namaz baş namazlarda başka kichik meseleler okusun. Cuma namazlarda çokum keng doirada yig'iladi. Bunun hammasi nima desa mu'minlar o'zaro birisi-birisiga nisbatan bir doir sizish kerakki, shu doirasidagi mu'minlarning holi ahvolidan çokum qanaq turish kerak, xabar berib turish kerak. Oyat bizning buni talab qiladi. Ta'rifuhum bisimahum. Mu'minning ustida qarindoshlarining ahvolini bilib turish majburiyati bor. Ehtiyojli bo'lib qolgan ahvol ostida imkoniyat yaratsa, uning ehtiyojini qondirish mas'uliyati bor. Atrofimizga qarindoshlarimiz bizning taqsirotlarimiz tufaylidan, sal qarashlarimiz tufaylidan boshqalarning oldiga o'rib, o'zini xor qilib, mening ahvolim qiynalib qoldi deb so'raydigan holatga akab qo'ymaslik mas'uliyatimiz bor. Ashta bo'lib qolsa, buning vaboli ulardan boshqa atrofidagi bizdek mu'min musulmonlarning ustiga tushadi. Oyat bizdan buni talab qilyapti. Oyatning oxirisida va ma tunfiqu min khayrin fa innalloha bihi alim. Sizlar qanda bir narsa sarf qilsanglar, Alloh buni biladi. Alloh her ishning qachon yuz beradiganligini, kimning nima xarjlaydiganligini, kimga qanchalik buni hammani biladi. Shunga bu yerdagi belgilangan hükümler, mayli ihsat sarf qilish yoki ihsatdan sarf qilingan o'rinlar hammasi Allohning hikmati bilan belgilangan, bu hargiz behuda belgilangan emas degandek bir mazmun ifodlaydi oxirgi mazmun. Hamda undan keyingi oyatga kelsak, hozir o'qiganimiz 272-oyat. Undan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo yana shu asosiy maqsadga o'tdi. Ilgirki darslarga o'xshash yana pul xarjlash, chiqim qilish, boshqalar bilan o'rtoqlashish, paylashish haqidagi mazmunlarga keldik. Buning yana bir tarafini bizga bayon qilib davomida astag'firullah. Allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyya falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Oyatni qisqacha bir tarjima qilib o'tsak, o'zining iqtisodini, pul mollarini kecha kunduzda oshkor yoshirin chiqim qilib sarf qiladigan kishilar, bularning ajri Robbining qishda bo'ladi. Bular hech ansirmaydi, bular ansirash olmaydi va bular bearammo bo'lmaydi. Endi bu yerdagi oyatdagi tilg'anadigan masala ikki turli ish. Birisi chiqim qilish kayfiyati, shakli. Buni oyatda oshkora, yoshirin degan shaklda tilg'aldi. Yana birisi vaqti, kecha va kunduz. Bu ikki ahvol bor. Birisi biz pul sarf qiladigan vaqt kecha kunduz. Yana birisi holat, ahvoli oshkora, yoshirin. Bu yerda Alloh bu oyat orqali demakchiki, yaxshilik sarf qilish, pul mollarini yaxshi yo'llarga ishlatish zaman, makan, holat cheklimizga aslo qanaqa qilmaydi, o'xshamaydi. Bu bir. Buning niyat bilan aslo aloqasi yo'q. Bir odam oshkora qilsin, yoshirin qilsin, u odamning niyati ayrim masala, oshkora yoshirin qilish ayrim masala. Bir odam oshkora yaxshilik qilish bilan riyoha bo'lib qolmaydi, yoshirin yaxshilik qilish bilan ixlosmand bo'lib qolmaydi. Niyat boshqa masala. Oshkora qilsimi bo'ladi bu bir mu'min, yoshirin qilsimi bo'ladi. Muhimi niyati Alloh uchun bo'lsa, qanday qilsa bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, kecha kunduz shaklimizga ko'chirmaslik kerakki, inson imkoniyat yor bergan har zaman fursatni o'tkazmasdan qanday qilish kerak? Yaxshilik yo'llariga sarf qilishi kerak. Oxirida mushuk kishilarning da bo'lib falahum ajruhum 'inda rabbihim va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun. Endi ba'zi mufassirlar, ba'zi tafsirlar kecha kunduz chiqim qilish, pul sarf qilish, yaxshilik yo'llariga oshkor yurishun pul sarf qilish bu Ali radhiyallohu anhuning bir voqealigi xos degan gaplarni tushirtimiz ba'zi kitoblarda. Ali radhiyallohu anhuning 4 tangisi bo'lib, bir tangini kunduzda, bir tangini kechida, bir tangini oshkora, bir tangini yushrun sadaqat qilgandan keyin Alloh bu oyatni tushirgan deydi. Ammo shuna bo'lishi mumkin, ammo oyatning oxiridagi
Felahum ecruhum degan tarafi oyatning oxiridagi bizga masalaning umum ekanligini ko'rsatdi. Oyatning oxirida ularning ajri Robbining qishida. Birlik shaklda emas, ko'plik shaklda keltirdi-da. Ya'ni bu ahvol butun mu'minlarga umumki, amki har qanday bir mu'minning bu shaklda mas'uliyati bor. Ya'ni o'zining ehtiyojini ortiq bo'lgan qismlarni mol-mulklardan kecha demay, kunduzni kunduz demay, imkoniyat yor bergan har qanday vaqtda chiqim qilishi, yaxshi yo'lga sarf qilish kerak va niyati Alloh uchun xolislan bo'lsa, oshkor basim bo'ladi, yushurun basim bo'laveradi. Hamda biz bu niyat masalasini oshkor yushurun bilan bo'lgan aloqasini ilgirki darslarda so'zlab bo'lgancha bu yerda qanday qilsak bo'ladi, qayta takrorlab o'tamisak bo'ladi. Lekin bizning diqqatimizni tortadigan yana bir masala. Oyatda shu xil shaklda yaxshilik yo'llariga iqtisodini sarf qilgan kishilarga sarf qilganlarining ajri beriladi deyapti. Ajri degan bir so'z oyatda qo'llangan shu bir ifoda va ajri degan so'z bizga mana bir narsani eslatadi qarindoshlar. Mu'min hech qachon bir narsa bersa, o'zining bir narsani bermaydi. O'zining bir narsani agar mu'minning xos o'zining bir narsasi bo'lib bergan bo'lsa, bu narsaning fulusini beradi. Ajrini emas. Faqat mu'min bu yerda hayotda Allah yaratgan aqlni ishlatdi. Allah yaratgan kuch-quvvatini ishlatdi. Allah yaratgan ham materiallarni va moddalarni va imkoniyatlarni ishlatdi, sarf qildi. Allohning ma'lum mol mulki uning nimaga o'tdi? Amonat doirasiga o'tdi. Ya'ni mu'minning hayotda erishgan har qanday narsasi Allohningki mulki o'qachqa. Faqat mu'min o'zining qilgan tirishchanligi orqali Allohning bu yaratgan mulklarini erishdi Allohning fazli bilan va buni Allohga vakolatan o'zining ehtiyojli qarindoshlariga yetkazib berdi. Mana mush jarayonga Alloh subhanahu va taolo bunga ajr berdi. Qanaqdir mu'min o'zining bir narsasi to'g'ri mu'min emgak qilgan bo'lg'achqa, kishi emgak qilgan bu tirishchanlik ko'rsatgan bo'lg'achqa buning mush emgigiga, mush tirishchanligiga ehtiroman mol-mulk sizning ifodasi qo'llanildi. Ama mahiyette mu'minning shu mol-mulkni tepish, mal dunyoga erishish yo'lida qo'llangan bütün vositalar tam Allohga oid. Mu'minning ishlatgan aqli, o'y fikri, putqo'lning kuchi, agar tirikchilik qilib topgan bo'lsa, zimin Allohning va boshqa kasb bilan qilgan bo'lsa, shu kasbga oid bütün materiallarning hammasi kimning? Allohning. Demak, mu'min Allohning maxluqi bo'lib tutilgan bir odam. Va bu odamning ishgan barliq narsa Allohning maxluqi. Bu odamning ilkidagi mol-mulkning hammasi Allohning mol-mulki. Faqat bu odam ma'lum emgak qilish tirishchilik natijasida Allohga vakolatan buni boshqalarga beradi. Bu nuqtadan bu odam bu narsaningki qarshiligiga emas, ajriga loyiq. Oyatdagi falahum ajruhumdagi ajr degan nuqta mush nuqtani ifodalasa kerak. Undan keyingi oyatda wala xawfun alayhim wala hum yahzanun. Wala xawfun alayhim. Ular hech qo'rqish olmaydi va ular bearam. Asli arab tilidagi xavf degan so'zi qo'rqish degan ma'noda, ammo keyindagi alayhim degan qo'shimcha bilan qo'rqish ifodasi ansirash ifodasiga yetkaziladi. Ya'ni kishi o'zi ba'zi narsalardan ansiraydigan ahvol bo'ladi. Ansirash pilining qo'llanish doirasida davatini başqalar sababli bir narsani başqalardan ansiraydigan bir ahvol bo'ldi. Ma'ayatki wala xawfun alayhim til nuqtasini hammasini o'z ichiga oladi. Ya'ni inson mashta ishlarni qilgandan keyin o'zining bugunidan va ertasidan hech qanday ansiramasin bo'ladi. Boshqalar buningga kuyinib, "Voy, ma pulingizni xajlamang, erta bolangizga lozim bo'lar, o'g'in ish chiqa" degan kishilarning ansiratishlaridanmi ansirash olmaydi bu odamga nisbatan, chunki bu o'zining iqtisodini Alloh yo'lida sarf qilgan bu mu'min o'zining butun hayotini Allohning garantisining ostiga, Allohning kafolatining ostiga olgan bo'ldi. Alloh kepil bo'lgan kishiga hech qanday ansirash yo'q. Va undan boshqa valahum yahsanun. Huzni ular bearam bo'lmaydi deb tarjima qildi. Huzni degan so'zning ma'nosi xushallikning qarshisi. Undan bearam bo'lmaydi bo'lgandan bular davomli xushallik bo'ladi. Shunga yaxshilik yo'llariga sarf qilgan
biz odatda bunda bir gap bor ya, sadaqa balani yeydi deydigan bir gapimiz bor. Ya'ni kishi ustiga kelgan ma'lum bir xatliqlar, ailesidagi bearamchiliklarni yo'q qilishni maqsad qiladi. Hammasi oyatdagi mush mazmunlarni ilingan. Chunki yaxshilik yo'llariga pul sarf qilish kishining kelgusi hayotini, xotirjamligining kapolati va kelgusidagi baxt saodatining kapolati. Delil bugun o'qigan oyatning oxirisidagi la xavfun alayhim va la hum yahzanun. Bu delil. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Endi kelasi soatlik darsimizda qarindoshlar, ilgirki oyatlarga ko'ra diqqat qilsak, ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo iqtisod tepish haqida so'zladi. Andan chiqim qilish, yaxshi yo'llarga sarf qilish, atrofidagi ojiz qarindoshlarning holi ahvolidan xabar olish, bu ahvollarni ana qilib so'zladi. Endi mana bir ahvol oldu. Ba'zida boshqalarning yordamiga erishilmaydigan ojiz bir kishilar bo'ladi jamiyatda. Bu kishilar ya bir boshqalardan qana qiladi, qarz oladi. Qarz olib, o'zining navbatdagi nachar sharoitini o'ngshaydi. Agar qarz beradigan odam topilmagan ahvol ostida balkim jazoni shaklda, ya'ni boshqalar menga 1000 so'mda men ya 1 yil ya 6 oy ishlatib olib qaytib beraman desa, boshqalar uningga unumasa, amalsizlikdan balkim sen menga hozir 1000 so'mda, men hozir navbatga ahvolim o'ngshab, ancha-muncha bir tijorat qilsam qilib, ahvolimni yaxshilab olay, sen qaytiradigan vaqtda 1,000 so'm qaytay yoki 1200 1300 so'm qaytay degandek bir ahvolga kirib qolishi mumkin insonchilikda. Bu cemiyet, insanlar cemiyetinde asta bazı şaraitning mecburlaşıdan şekillenip kalıdığan ahvallar. Hem de kinki ayette Allah subhanahu wa ta'ala sıhhi, mesuliyetçan bir cemiyet, bir ümmetinin ahvali yoki bexil, mesuliyetsiz bir ümmetinin ahvalıga münasebetlik cemiyet yüz beradigan jazoni masalasi haqida so'zlaydik kelaki oyatda. Yani şu dersimizni tugatishdan ilgari yuqoridagidan boshqa qisib qo'ydigan ahvol jazoni iqtisodiy krizislar tüp manbasi qarindoshlar cho'ng olsin kichik olsin mo'minning iqtisodiy mas'uliyatsizligidan kelib chiqadi. Biz davomli chiqim haqida so'zlayapmiz, yaxshilik yo'llarga sarf qilish haqida so'zlayapmiz. Agar jamiyat har bir jamiyatning a'zosiningki mas'uliyatlik tuyg'usidan bahramand bo'lsa, ya'ni har jamiyatdagi har odam o'zining mas'uliyatini tunib, o'zining iqtisodidagi farz zakotlarini joyida ado qilib va o'zining iqtisodidagi kambag'allarningki, yo'qsullarning haqqalarini berib, atrofidagi ojiz qarindoshlarining turmushiga kafolatlik qilsa, jamiyatda jazoni yuz bermaydi. Jazonining natijasi chiqqan iqtisodiy krizis yuz bermaydi. Jamiyat muqim bo'ladi qarindoshlar. Aksicha qolgan ahvol ostida asta jazoni yuz beradi. Tabiiyla jazoni ko'paygan oxirisida iqtisodiy krizislar yuz beradi. Hayotimizda dunyoda yuz berayotgan necha qitimliq iqtisodiy krizislarni ko'rib o'tdik. Vayron bo'lgan nurg'un shirkatlarni ko'rib o'tdik. Vayron bo'lgan nurg'un oilalarni ko'rib o'tdik. Buning hammasi shu jamiyatning a'zolarining iqtisodiy mas'uliyatchanlik yoki mas'uliyatsizlikning natijasida bo'lgan ahvol. Bizning necha kundan beri so'zlayotgan darslarimizda butun tashabbus qilayotganimiz, targ'ib qilayotganimizning hammasi mushu masalani tub yiltizdan saqaytish uchun Alloh subhanahu va taolo bizga qo'ygan ta'limotlar. Esingizda bo'lsin. Dünya inchki statistika bilan yurishdi. Allah subhanahu va taolo dunyoga insonlarni ekeldi. Şu ekelgan insonlarga yetarlik iqtisodni ziminga chashdi. Allah bunun istatistikasida na'uzubillah asla xatolashmaydi. Inchki statistika bilan kelgan ahvol.
Endi insonlarning o'ziga qo'yib berilgan vaqtida. Chunki insonlarga yashashda bir qadar erkinlik va ba'zi imkoniyatlar qo'yilgan emasmi? Shu imkoniyatlardagi insonlarning tasarrufoti tufaylidan agar boylik o'rtaq taqsim qilinmasa, muvofiq taqsim qilinmasa, mana zakat degan shaklda, o'shir degan shaklda, yaxshilik yo'llariga pul qashash degan shaklda muvofiq taqsim qilinmasa, mutlaqo bir masala chiqadi. O zaminda yaşayotgan insonlarga yetishmaydigan narsa yo'q. Hammasi to'liq yetishadi. Alloh subhanahu va taolo mushu diqqat qilsanglar, ba'zi kishilar endi kambag'allarga masalan, ehtiyoji bor kishilarga men pul topsam bo'ldi, turmushimni qamsam bo'ldi deb bu yerdan bu yerga yo'tkiladi. Ama iqtisodla ishlar yurishayotgan kishilarmi bu sabab bilan o shahardan bu shaharga, bu mahaldan o mahallaga, o davlat ko'chidi. Bu hammasi nima uchun Alloh subhanahu va taoloninki insonlarning tangpungliqini saqlash. Nedir ehtiyoj bo'lib qolsa, shu yerga shu ehtiyojni qamlaydigan kishini olib nedir bir ehtiyoj sahibi shu o'z yurtida uning ehtiyoji qamdalmasa, qamdildigan yerga ko'chidi. Bu bir zaminning tangpungliqi. Allah bu şekilde qo'g'daydi ve insanların o'ziga şu qo'g'dashning ma'lum qismini mas'uliyat sifatida oladi. Hem insanlar bu mas'uliyatini ado qila olsa, inson oldi bo'lsin, zamindagi boylik, zaminda yashayotgan insonlarga tamoman yetadi. Qachon ma'lum yerda bir ocharchilik yuz berib, insonlar ochliq tufaylidan o'ldi deyilsa, qaysi bir jamiyatda boylik ashta taqsim qilinmay, jamiyatdagi ehtiyojlilarning turmush kafolatiga ega qilinmasa, tekrar oyatdan deganimdek u jamiyatda asta jazoni shakllanadi, jazoning natijasida iqtisodiy krizis shakllanadi. O krizis o'rtaga chiqqan vaqtda o krizisdan boy muqtlanmaydi, kambag'al muqtlanmaydi. O krizisning vaboli shu jamiyatdagi hammadan bo'ladi. Endi Alloh subhanahu va taolo bu masalani hal qilishni tupiltizdan ilgirki darslarimizda bayon qilganimizdek zakat farz shakldagi iqtisod taqsimoti, iqtisod taqdi va nafli shakldagi, ya'ni har odam bir mu'min bo'lish mas'uliyati bilan aciz qarindoshlarning ahvolidan ko'ngil bilish qator bu masalalarga qiziqdi va bu jarayonda agar şu ishlar amal qilinmagan vaqtda, mas'uliyat har kishi mas'uliyatidan chiqmagan vaqt yuz beradigan ig'ir bir krizisning oldingi bir qadami va o'simi jazoni keyingi oyatimizda mushra haqida to'xtalamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarni o'z mas'uliyatini tunuydigan bir mu'min, musulmon qilishga nasib qilsin. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Hammalarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.